agar birorta davlatda urush boshlansa, birinchi bo'lib boy odamlar, puldor insonlar o'sha davlatdan chiqib ketishadi. Avvalo o'zini jonini saqlash uchun emas, o'zini molini saqlash uchun ham xavfsiz joyga chiqib ketishadi. Misol uchun, bundan bir necha yil oldin rossiyalik va ukrainalik millionerlarni ko'chib kelishi hisobiga Dubayda ko'chmas mulkka bo'lgan talab ko'tarilib ketdi va narx-navo ham keskin oshib ketdi. Bundan esa aqlli investorlar to'g'ri foydalanib qolishdi. Ya'ni urush boshlangan paytda Dubaydan uy-joy sotib olib, 1 yil, 2 yildan so'ng bir necha barobar qimmatiga sotishdi. Xuddi shu holat, xuddi shu imkoniyat yana takrorlanyapti. Xabaringiz bor, Isroil hamda Eron o'rtasidagi siyosiy vaziyat taranglashyapti va eng yaqin mintaqadagi xavfsiz joylardan biri Dubay hisoblanadi va har ikkala davlatdan katta-katta millionerlar Dubayga oqib kelish natijasida yana uy-joy narxi ko'tarilishi kutilyapti. Va bundan to'g'ri paytda, to'g'ri joyda bo'lgan investorlargina yaxshi foyda qilishlari mumkin. Agar sizga Dubay ko'chmas mulk bozori haqida batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting.